Santexniklarimiz bitta sanuzelda kamida 4 ta teshik qilinadi. Bitta zo'r gap aytaymi? 4 ta teshikdan birma-bir sanab chiqamiz. Birinchisi vannaga yoki dushga bitta teshik обязательно qilinadi. Ikkinchisi unitazga, uchinchisi umumvanlikka, to'rtinchisi shu avariyniy trapga qilinadi. Beshinchisi agar klientning xohishiga yoki proyektga qarab turib umumvanliklarning soni yoki bedelar qo'shilgan bo'lsa, yana teshiklar ko'payadi. Bu videomda sizlarga aytmoqchi bo'lganim asosiy maqsadim, agar sanuzelni tagidagi plitamiz monolitni emas, PK plita bo'lsa, PK plitada bilasizlar, eni 1 metr yoki 1.20 lik plita qo'ygan bo'lsanglar, tagida рабочий stержindagi o'sha armaturalar 6 ta, 7 ta bo'ladi. Shu teshik teshik qilinganda o'sha bitta armatura uzilganning hisobiga plitani 25% gacha mustahkamligi yo'qoladi. Shu sababli biz doim aytamiz, mana shu sanuzellarni taklarini monolitni plita qilishni. O'zi bu xonadonimiz to'liq monolitda qilingan, lekin sanuzellarda 3 ta 4 ta teshik qilinganda, uni mustahkamligi bor yo'q 3-7% gacha sal kamayishi mumkin. Hattoki shunaqa hisob-kitob bor, agar teshiklar soni ko'proq bo'lsa, ya'ni armatura o'sha plitadagi, PK plitadagi 6 ta, 7 ta armaturadan 3 tasi ketsa, plita qorni berishi ham mumkin, osilib qolishi ham mumkin. Video foydali bo'lishi uchun o'rtog'ingizga, uy qurmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga tirs tushirib qo'yasizlar. Bizga esa foydali degan so'zni o'zi yetadi kommentariyada. Sog' bo'linglar.